Assalomu alaykum, Beron beton qo'sh obunachilari. Mana bizlar yana bir yerda ishimizni bitirdik. Bu yerda ishimiz kommunizmda bo'ldi. Bahram akamning uyi. Bu yerdagi steyashka bordyor bo'ldi ishimiz. 60 metr bordyor, 150 kvadrat steyashka. Buga ketgan narsalar tosh 3 kamas ketdi. Buna qag'ani chaga ketdi. 4-5 zil qag'ani mana. Buni so'ng qo'ndan qo'yaman dedi. Sementimiz bo'lsa 170 qalta ketdi sement. Bunda hozir asta ishlarni ko'rsatib chiqaman. Bordyorimizning balandligi 90 sm bo'ldi. Enini kelsak 20 sm qo'ydik enini. Steyashkamiz setga plyonka tash oldi. 10 sm qalinlikda qo'ydik steyashkani. Bu yoq betimizga mana lestnitsa tushirib berdik. 3 basamoqli. 3 tekcha mana. Bu yoq betimizning bordyor bo'lsa 1 metr balandlik bo'ldi. Mana usti vertolyot ishida boshlandi. Chetlarni bo'lsa shu ishlab chiqamiz mana. Mana bu yoq betimizga lestnitsa tushirib berdik. Bo'limsa 3 tekcha bo'ldi. Steyashkamiz mana quyilib turibdi. Az qoldik mana xudo qilsa. Steyashka bordyorni bir olib ketamiz. Bir chiqadi ekan. Bir qator tekislab ustini mana maslarni o'tib chiqaram. Mana bu yerdan ustidan qo'yiladi. Mana set plyonka. Mana shu ishimiz. Kunda kun steyashka bordyor qiydiraman degan bo'lsa, bemalol beton qo'yish xizmatini bog'lanaverasizlar.